Go'zal she'rlar yozgan shoir, devonlar ilhomimizdan Andijon. Qalam bilan shamsi tutgan Yurtdan ayro adoq ko'nglim, g'uboriga mushtoq ko'nglim, yig'lab bu kun bu shoh ko'nglim, vayron ketdim daryo kechib. Avvalambor assalomu alaykum. Ziyolilar maskanida yig'ilgan hurmatli ustozlar, hurmatli kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlar, bugun har qancha xursand bo'lsak arziydigan kun. Bizni mana shu o'zbek adabiyoti, o'zbek davlatchiligi, O'zbekistonni faxrlansa arziylik ko'p yillik tarixida o'zini o'rniga ega bo'lgan mutafakkir, shoir, davlat arbobi Zahiruddin Muhammad Boburni tavallud kunini chiroyli bir ko'tarinki nishonlayapmiz. Ayni mana shunday ruh faqat bu Bag'dodda, balki respublikamizda, balki xorij davlatlaridagi elchixonalarda ham ko'tarinki nishonlanyapti. Mana shu kayfiyatda sizlarni yana bir bor muboraklar beramiz. Bayramlargacha eng yaxshisi bo'lgan mana Bobur tavalludida yig'ilib turgan nasl mehmonlar, o'quvchilar, bu Bobur Zahiruddin Muhammad Boburni 5 yildan oshiq vaqt bo'lganiga qaramasdan nima uchun o'rganyapmiz, nima uchun yodimizdan, esimizdan chiqib ketmayapti. Bu shoh va shoir, shoh bo'lib turib bir umr armoni o'tgan. O'zi shohlarga ham orzu havas qiladi, lekin Bobur o'zini doim o'rgangan, pul sifatida o'zini tasavvur qilgan. Doim o'zga yurtlar, mana shu yurti uchun qaytish uchun juda bir umr orzusi bo'lgan va u Assalomu alaykum qadim turkiy elining buyuk kelajaklari, millatning asl ziyolilari bo'lgan aziz ustozlar. Assalomu alaykum javatgan yangi O'zbekistonning munosib yoshlari. Ayni shu maqsadlar bilan ulug' bobolarimizning tavallud ayyomlari har yili yurtimiz bo'ylab katta miqyosda nishonlanmoqda. Mening so'zimni Beqayd menu harobisin ermasmen. Ham mol yig'ishtirur, laim ermasmen. Kobulda iqomat etdi Bobur dersiz. Andoq demangizlarkim muqim ermasmen. Bu yerda ham ko'p turmay Hind sori otlanib bu yurtni zabt etishga muyassar bo'ldim. Toqatim to'ldi oqibat. Taxtni yov oldi,
oqibat. O'z yurtim qoldi oqibat, afg'on ketdim daryo kechib. Omad kelar ketar ekan, jon do'sting ham sotar ekan, ortingdan tosh otar ekan, hayron ketdim daryo kechib. Ha, vatan sog'inchi, peshonamizga bitilgan azal qismati. Shohim, yarangizga tuz sepgan bo'lsam uzr. Yo'q Mavlono, bu holga tushmog'imiz o'zimizning fe'l-atvorimizdandir. Biz Temuriylar toju taxt deb, saltanat deb birodarlikni yo'qotdik. O'zaro nizolar bizni orqaga ketishimizga sababchi bo'ldi. Nizolar paytida biror dono maslahatchimiz bo'lmadi. Xo'ja Ubaydulloh kabi. Ha Mavlono, Xo'ja Ubaydulloh kabilar bo'lganda edi. Afsuski oramizda buzg'unchilar ko'p bo'ldi. Biz ittifoq bo'lmadik, bo'la olmadik Mavlono Hamdaniy. Ota yurtning bir hovuch hoshiga almashmasmen. Ha, har qanday og'riqqa, har qanday sog'inchga chidash mumkin, ammo yurt sog'inchi og'ir ekan. Shohim, kirishga izn eting, Malika bayda keldi. Kirsin. Ey o'g'limning kushandasi, vatandan quvilgan badbaxt podshoh. Eshitishimcha, kenja o'g'ling vafot etibdi. Bundan suyunmadim. Chunki men o'g'ling emas, sening o'limingni tilagandim. Oradan qancha vaqt o'tdi? Nahot meni kechirmadingiz Malika bayda? Agar yana fursat bo'lsa, qaytida har bergan bo'lardim Bobur. Yo Al-Hazar, Men o'g'limni Bobur o'ldirsin deb dunyoga keltirdimmi? Meni o'ldirmasdan tirik qoldirganing yaxshilik deb o'ylaysanmi? Meni o'ldirganing yaxshi edi. Azoblardan, qiynoqlardan kecha kunduz o'lim tilayman faqat Bobur. yo Rab, Malika, bunday so'zlar faqat kufr. Qonga qon shartmi? Qonga qonmas, jonga jondir. Sen o'zi kimsan? Nega aralashasan? Men muarrif Xondamirman. Muallif, agar muallif bo'lsang, mening so'zlarimni Malika bayda emas, onangizor so'zlari deb yoz. Bobur podshoh Ibrohim Modini emas, bir onaning yolg'iz dilbandini o'ldirdi deb yoz. rad etmasmen. Aytganlaring bari haqiqat, lekin mudom imtihon o'chi bilan yashamoq azobli emasmi? Ayt Malika bayda. Bobur, o'zing qanday yashayapsan? Vatandan judo. Vatanimning muhabbati doim yodimda. Shuning uchun chidayapman, shuning uchun yashayapman. Bundan o'zga javob yo'q. Bu savolingga o'zing javob berding Bobur. O'g'lim o'lgan bo'lsa ham uning muhabbati, uning yodi o'ch olishga undaydi hamon. So'zlaringda muhabbatdan zulm ortiqroq. Men sizni toki tirikmen, onamizdek e'zozlang deb farmon berganman. Bu farmoninglar alamlarim yana ham ko'paydi xolos. Menga qancha izzat ko'rsatsang, sendan shuncha nafratlanaman. Zahar bersam ham o'lmading-a Bobur. O'shanda ham aytgan edim, hozir ham aytaman. Bu ayolni darhol quturgan filo yog'i ostiga tashlamoq lozim. Quturgan terdigur, terimni tirik eshitsan ham qo'rqmayman. Imkon o'zimda bo'lganda hoziroq qiyma qilardim. Ey vazir, meni qiynoqlardan, azoblardan qutqargan bo'larding. Malika bayda, o'g'lingizning lashkarlari shohimizning askarlaridan bir necha barobar ortiq edi. Shohimiz o'g'lingizni ochiq jangda yengdi. Jangni tasvirlash sening vazifang bor. Lekin meni yolg'iz dilbandim bo'ldi. Tushunyapsanmi? Farzandim bo'ldi. To'g'ri, Bobur men ko'rgan podshohlar ichida eng adolatlisi, lekin uning qilishida mening o'g'limning qoni bor. Tushimda ham, o'ngimda ham ko'plab qilishlarni chaqlayman. Niyatim shu qilishlardan birida Bobur qonini ko'rmoq, Boburni o'ldirmoqdir. Qanday chidayapsiz shohim? Izn bering, uni tilka boraqlay. Bas Xo'ja Nizomiddin, bas. Ayting Malikani kuzatsinlar. Yo'q. Dargohingda yashagandan ko'ra ko'chalarda daydik sanamaganam yaxshi. Bir vatansiz shoh o'g'limning kushandasi. On hazrat, Malika baydani yoningizda saroyda tutmoq joizmi? Haq gap, Malika baydani saroydan uzoqlashtirmoq lozim. Uni uzoqlashtirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Malika bayda jinoyatchi emas, bir onaizordir. Ammo u zaharli ilon kabi qasoskordir. Bas, kalomulloh haqqi. Malikaning o'ldirish emas, balki afv etmoqlikdir. Shohim, kelishga ruxsat eting. Boring Xo'ja Nizomiddin, boring. Amrim o'sha. Malikaning izzat ikromini ko'rsating.
Salim gül, hatim reyhan, yüzüm hur, saçım amber, sözüm nur. Mengim mena, mena mengi, sözüm nur. Amber saçım, yüzüm hur. Kızım, kanım gülürler, magar bardur. Tefekkür neçe kılsan, atılmaz senin misin? Aridik seni kırdım demezsen. Allah'ın mana shu umuman lisonli adiblarimizga Alloh bilan bugun muhabbat so'rasin. Zotan muhabbat borki, ularni mana fazilatli o'laroq sizlarning hayotlariga shularni bir institutsiya siymosi bilan hayotga gavdalanadi. Lekin Boburni ijroini ko'rsatishga nasib qilmasdi. Doim ularni nafas yursin deyman. Sog' bo'linglar. Alloh rahmat qilsin.